Qorabayir ishqibozlar uchun Hyundai Elantrini shokolad varianti kelib qoldi. O'tkazib o'rmasdan ko'ramiz. 2022-yil 41 ming probegida. Probegi ham unaqa katta bo'lib ketmagan. Nima deb o'ylaysiz? Narxini hech bo'lib. Bitta like bosib qo'ying hozirdan. Barcha yaqinlaringizni tarqatib turing. Men sizga buni batafsil ma'lumotini beraman. Kraskasi bor lekin. Kraskasi egalari mana shu eshigida bor, ichiga o'tib ketmagan deyaptilar va yana bitta joyi orqasida mana shu joyida bor dedilar. Ichiga o'tmagan ekan. Men o'zim ham tekshirib qo'ydim. Xullas, shokolad variantda Elantrini minib yuboraman. Narxiga stoyt bo'lgan eng hadovoy mashinalardan bittasini sizlar uchun tavsiya qilaman. Aytgandagi 22-yil 41 ming probegida. Xullas, mashinani saloniga e'tibor beradigan bo'lsangiz, lyuklari bor. Ikkinchi pozitsiyamda adashmasam shunaqa lyuki baridan xullas o'rindiqlarning isitish tizimi bor, multirullari bor, avtomat korobka bilasizlar, klimat kontrollari bor, kruz kontrollari bor. Xullas, zadniy vitdagi kameralargacha bor. Eng qizig'i narxi menimcha stoyt narxga tushirib qo'ydik. 16.900 ga 22-yil 41 mingni yurganini bosib olsangiz bo'ladi.